Noto'g'ri makiyaj sizni nafaqat qari ko'rsatadi, balki o'zingizga bo'lgan ishonchni ham yo'qotadi. Agar siz shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga chiroyli makiyaj va to'g'ri texnikalarni o'rgataman. Bu makiyaj bilan siz keyinchalik chiroyli va yosh bo'lib yursangiz bo'ladi. Agarda muammo kosmetikada deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yokida yuz ko'rinishim umuman makiyaj qilishga to'g'ri kelmaydi deb o'ylasangiz, yokida muammo salondagi masterlarda yokida o'zim masterlardagi makiyaj qila olmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga to'g'ri makiyaj qilishni o'rgataman. Ismim Dildora, Dilanora nomi bilan ko'pchilik taniydi. 5000 dan oshiq offline, onlayn o'quvchilarim bor. Undan tashqari 10 yillik tajribaga egaman. Endi darslikni boshlasak qizlar, har doim qoshlarni birinchi o'chirda yotqizib olishimiz kerak. Gel bilan qosh o'sadigan tarafga qarab gel surib yotqizib olamiz. Undan keyin ustidan bo'yaymiz. Ko'pchilikning xatosi boshidan boshlab qo'yadi. Tengmi, pomadkami, qalammi, любой narsada bo'yayotganingizda boshidan hech qachon boshlamaylar. Har doim uch qismidan boshlab bo'yaylar. Mana men ham hozir uch qismidan bo'yayman. Bilasizlarmi, men ko'pchilik meni diplomированный vizajistligimni bilishmas ekan. Bu qanaqa desanglar, men shaxsan 3 yil aynan shu sohada grimyorlik fakultetida 3 yil o'qib diplom olganman. Afsuski, hozir bunaqa kollejlar yopilib ketgan. Paytida o'qib olgan ekanman. Bo'yab turib, mana oldi qismiga kistichkada qolmagandan keyin oldi qismiga ozgina bo'yab olsak bo'ladi. Agar mabodo sizlarda ko'payib ketsa, bu kistichka bilan, mana bunaqa kipritadigan kistichka bilan buni rastushovka qilib yuborasizlar, yoyilib ketadi. O'shanda xuddi rastushovkaga o'xshab, oldi qismi och, oxiri bo'lsa to'q bo'lib chiqadi va вообще chiroyli ko'rinadi. Bu narsa qaritmaydi qizlar. Ikkinchi muhim narsa, och makiyajda ham, to'q makiyajda ham qoshlaringizlarni tagiga har doim konsiler ishlatinglar. Buni ploskiy kistichkada tekis qilib bo'yab chiqasizlar. Bu sohaga menga o'xshab qiziqadiganlar bo'lsa, hozirgi kunda shogirdlikka tushib o'rgansanglar bo'ladi. Kollejda aynan grimyorlik fakultetini bitirganimdan keyin o'zimni chiroyli makiyaj qilishga tushganman. Men ham sirazi ishga kirib ketmaganman. Auditoriyam, necha yil auditoriyam meni kuzatib, menga ham shunaqa makiyaj qilishni o'rgating deb talab bo'lgan. Ishonasizlarmi, birinchi shogirdlarimni men uyda olganman. Uyda arzimagan kichkina pulga olganman. Men unaqa o'rgata olmayman, hali o'rganmaganman o'zim ham desam, yo'q, o'zingizni qilgan makiyajingiz biz uchun juda ham chiroyli ko'rinyapti. Aynan o'shani o'rgating deyishgan. Естественно, bu holat men uchun motivatsiya bo'lgan. Keyin уже yillar davomida professionalniy vizajistlardan, katta chet elda o'qib kelgan ustozlarimdan yanada ko'proq master-klasslar, o'qishlarga borib malakamni oshirganman. Qovog'inglarni shunaqa sponjda tonalkadan keyin yedirib yuborasizlar. Bu tengi tayyor degani. Eng muhim etapga o'tamiz. Teninglardagi eng och rangga olib turib rastushovka qilishni boshlaymiz. Ko'pchilikning xatosi eng to'q rangga botirib, shuni rastushovka qilishadi. Unaqa emas, och rangga olib turib, buni yoyishni boshlaymiz. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, men qaytib tenga botirganim yo'q. Tenimdagi bor, kistichkamdagi bor ten bilan buni yoyibman. Hayajonlanmayman, ozgina gaplarni chalg'itib, noto'g'ri aytvorsam, xafa bo'lmaysizlar. Mana rastushovka qilib bo'lganimdan keyin kistichkamda teng qolmadi, lekin shunda ham kistichkamni mundoq qilib tozalaveraman, shunchaki qo'lda. Почти 99% toza kistichkamni olib, qovoqlarim tagiga yoyaman. Ko'rib turganingizda rastushovka qilib, qoshimni tagigacha olib bordim, ochartirib. Agar shunda ham rastushovkalar tekis bo'lmasa, qo'lda ozgina bundoq yurg'izib yuborsanglar bo'ladi. Bu sizlarning qovog'inglarni birinchi o'rinda ko'tarib beradi. Qari ko'rinishi birinchi alomati bu qovoqlar tushishi. Agar sizlar qovog'inglarni ko'tarib bo'yasanglar, bu o'sha bitta muammo hal bo'ldi degani. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa rastushovka qilib, tella orqali qovog'inglarni ko'tarib olasizlar. Mana qovoqlarim ikki tarafini ham bo'yab oldim. Endi har bitta ayolni chiroyli qilib ko'rsatib beradigan sekreti bu blesk, bilasizlarmi? Blesk oshirmagan holda qovoqlarimizga qo'yamiz. Hozir ko'rsataman. Glitter pigment deb atashadi professional tilda, lekin sizlar glitter pigment shu yaltiroqni tanlayotganingizda hech qachon yirigini tanlamanglar. Har doim mayda zarraligi bo'lsin. Kida вообще-то jidkiysini tanlaylar. Bu suyuq holatda chip-chip bo'ladi, mana xuddi bunga o'xshab. O'shanaqa holatdagi blesklar естественный, tabiiy chiroyli ko'rinadi.
Agar sizlar yaltiroq qilsanglar, bu уже bachkana ko'rinadi. Bachkana bo'lgan narsa har doim yoshinglarni katta ko'rsatadi. Bilasizki, mana shu o'rta qismiga surasizlar, o'shanda sizlarni pastki qovog'inglarni oldiga chiqarib, tepaga o'sha qari ko'rsatadigan qovog'inglarni yana ham orqaga tortib beradi. Bu lifting effekt beradi, ko'zlaringlar bundoq bo'lib turadi. Mana nimaga men har doim qosh ko'zimdan boshlayman. Bu yoqqa to'kilgan tenlarni, yaltiroqlarni o'chirib tashlaymiz va yuzni makiyajga tayyor qilib olamiz. Yuzi quruq bo'lgan qizlar makiyajdan oldin yuzinglarni yumshatib, namlantirib olasizlar. Yuzi yog'liq bo'lgan qizlar primer ishlatasizlar. Ya'ni stoykasti uchun. Tonalkani ham qismlarga bo'lib turib surasizlar. Birinchi yuzimga surib oldim, endi oxirgi qismi bu peshonam qoldi. Surib turib, sponjikda, nam sponjda yaxshilab yedirib olasizlar. Mana joyimga surib oldim. Undan keyingi etap bu pudra. Pudra bilan makiyajimizni qotirib olamiz. Yana ham tiniqlashadi o'shanda. Endi yuzlarni korreksiya qilishni boshlaymiz. Korreksiyada yosh ko'rinishi sekreti bu rumyani desam ishonasizlarmi? Shunaqa. Agar sizlar svejiy va yosh ko'rinishni xohlasanglar, yanog'inglarga har doim rumyani ishlatinglar. Menda hozir suxoy korreksiya ketyapti, jiddiy emas, lekin xohishinglarga qarab jiddiy rumyani yoki suxoy rumyani ishlatsanglar bo'ladi. Suxoy rumyani prosta ko'proqga turib beradi, ayniqsa yozgi kunida suxoy ishlataveringlar. Bu sizlarga tabiiylikni va yuzinglarga chiroyli svejest beradi. Burunni korreksiya qilib yoramiz. Korreksiyani lekin rozviy rangda qilib o'tirmanglar, korичневыйda bo'ladi. Endi sizlarga yana ham tabiiylikni, svejiylikni beradigan narsa bu highlighter qizlar. Highlighterni o'sha rumyani surgan joyinglarni tepasiga surasizlar va highlighterda ham adashtirmanglar. Mayda bo'lsa, xuddi ko'zimizga surgan yaltirog'iga o'xshab highlighterni ham maydasini suringlar. Agar sizlar buni bo'rttirsanglar yoki katta bleskligini sursanglar, bu yana bachkanaligiga olib keladi. Bu yuzinglarni svejiy qilib xuddi zo'r ko'rsatib, yaltiratib turadi-da. Tabiiyki, bunaqa makiyajda sizlar yosh ko'rinasizlar. Ko'zlarimizning tagiga ozgina o'sha qovog'imizga ishlatgan rangimizdan beramiz. Buni iloji boricha yorqin, iliq ranglarda bo'yanglar. Ko'zinglarni ham bu yerda o'zi iliq ranglarda bo'yanglar. O'shanda sizlarga svejest beradi. Bu seri, sovuq ranglar bo'ladi-yu, yashilga o'xshagan, qoraga tortadigan ranglar har doim yoshni kattalashtiradi. Endi aytishinglar mumkin, nimaga podvodka surmadingiz deb. Aytganimdek, to'q, qora, to'q jigarrang, seri ranglar odamni yoshini qaritsa, podvodkani ham to'g'ri surmasanglar, ozgina bo'rttirib yuborsanglar, bu sizlarning yoshinglarni katta qilib ko'rsatadi. Podvodka surib, vulgarniy makiyaj qilgandan ko'ra, sizlar kipriginglar agar kam bo'lsa, kiprik qo'yib, bez podvodkasiz kiprik qo'yib, shundoq mana shunaqa texnika bilan teng surganinglar yana ham yoshroq ko'rsatadi. Kimdirlar ko'zim kichkina bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Yo'q, bu texnikada sizlar tepaga ko'tarib, o'sha aytganimdek rasshofkani to'g'ri qilsanglar, sizlar ko'zinglar kichkina bo'lib qolmaydi. Ko'zinglar qaytaga katta ko'rinadi. Shaxsan o'zim ham podvodkadan ko'ra tushni ma'qul bilaman. Meni kiprigim uzun, o'shaning uchun tushni o'zi yetadi. Lekin sizlarning kipriginglar kalta bo'lsa, aytib o'tganimdek, oxiriga 3-4 ta kiprik qo'yib qo'ysanglar ham o'sha makiyajinglar vobshe chiroyli ko'rinadi. Qari ko'rinmaysizlar umuman. Tushni ham surish o'ziga yarasha texnikasi bor. Tagidan ko'tarib surishinglar kerak. Oynani sizlar pastga qilib olsanglar, shuni tagidan ko'tarsanglar, yo'q kipriginglar ham uzun bo'lib turadi. Keyin tushni tagidan sursanglar, xuddi podvodkaga o'xshab effekt beradi. Sababi tagi qorayadi. Kayal surish ham shart emas o'shanda kiprikni tagiga. Men sizlarga aytishinglar mumkin, biladigan narsalaringlar bor, bilaman. Hozir kuzatuvchilarning orasida nimaga kipriklarning orasiga qora surmadingiz yoki nimaga podvodka surmadingiz deyishinglar mumkin. Даже o'sha kipriklarning orasiga suriladigan qora kayal issiq kunda erib, ko'zinglarni tagiga tushsa, ko'zinglarni ichiga qorayadi. U kayal
sizlarni ko'zinglarni kichkina ko'rsatishni boshlaydi. Bizda misol uchun maksimalniy nima qilishimiz kerak? Ko'zni ham katta ko'rsatishimiz kerak, ham makiyaj kam bo'lishi kerak. Kam makiyaj tabiiyki sizlarni tabiiy va yosh ko'rsatadi. Shundoq qaraganda makiyaj qilibdi-yu, lekin bo'rttirmabdi, makiyaj qilibdi-yu, lekin chiroyli yosh ko'rinyapti degan effekt olishimiz kerak, to'g'rimi? Aynan podvodkasiz, qora qalamlisiz, ko'zlarning ichini qoralasiz shunaqa effekt bera oladi. Endi biz podvodka surmaganimiz uchun aytib o'tganimdek ko'zni kattalashtirishimiz kerak, to'g'rimi? Buning uchun biz shunchaki yuzimizga ishlatgan mayda zarrali highlighterimizni olib, ko'zimizni oldi qismiga suramiz, ko'z выразительный bo'lib ko'rinadi. Qoshimizga gel ishlatganimiz uchun bu gel pudralarda ozgina oqaradi. Buni ko'pchilik bilmas ekan va oqarib qolgani uchun men boshqa gel ishlatmayman derkan ko'p qizlar. Buni muammosi yo'q qizlar. Makiyaj qilib bo'lganingizdan keyin ozgina влажный salfetkada yoki ho'l uchistkada shundoq olib ozgina o'chirib tashlaysizlar. Gelinglar o'chib, qoshinglar o'zini rangini chiqaradi. Endi oxirgi etap qizlar, kontur suramiz. Konturni ham iltimos sizlardan bordoviy ranglarini yoki yorqin qizil ranglarini surmasdan turib nude rangini tanlaymiz-da. Bu rangga biz blesk qo'shamiz. O'shanda makiyaj yosh va chiroyli ko'rinadi. Bordoviy pomadalar bilan, podvodkalar bilan ham makiyaj qilsa bo'ladi. Shunchaki bizani mavzuyimiz aynan qari ko'rsatmaydigan makiyaj bo'lganligi uchun sizlarga shu texnikani o'rgatyapman. Bordoviy pomadalar va har xil podvodkali texnikani ham to'g'ri qilsanglar, juda ham chiroyli makiyaj chiqarsa bo'ladi. Lekin bugungi mavzuyimiz aynan tabiiy va yosh ko'rsatadigan makiyaj. Ko'rib turganingizdek, makiyajim tayyor bo'ldi. Sizlar ham uyda обязательно shu makiyajni qilib ko'ringlar. Undan tashqari sizlarga o'zimning Telegram kanalimni silkasini tashlab qo'yaman. U yerda yana ham yaqinroq gaplashamiz va ko'proq informatsiyalar olasizlar. Xayr.